Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarida ko'rishinglarni qarshi olamiz. İstanbulda ikki Cumhuriyet gününü xatirlash faoliyati o'tkazildi. Turkiya safarida g'oyib bo'lgan yupurg'iliq tijoratchi İbrahim Qurbanning Xitoyning qamoqxonasida shahid qilinganligi dalillandi. Saudiya Arabistonda teatr sahnasida 3 artist kishilar tarafidan yaralandirildi. Aynak botulkaga silinib dengiz qo'yib berilgan maktub 9 yildan keyin javobga erishdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilish xotiri kuni dunyoning har qaysi joylarida tabriklandi. Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining Qashqarda qurilganligining 86 yilligi, Sharq Turkiston Cumhuriyetining Elida qurilganligining 75 yillik munosabati bilan İstanbul Zaytunburnuda Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati uyushtirgan faoliyat Abdul Ahad Abdurahmon apandimning riyosatchiligida Qur'on tilovati bilan boshlandi. Arqadilla Türkiye ve Sharq Turkiston marşı o'qildi. Faoliyatga nurg'unlagan faoliyatchi professorlar, Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zolari va İstanbulda yashayotgan Sharq Turkistonliklar qatnashdi. İstanbul vaqti kech soat 6:30dan 11:30gacha davomlashgan faoliyat bolalarning she'r qo'shiq, naqsha va yangi nesil jamiyat yoshlar tomonidan o'rinlangan Sharq Turkiston Cumhuriyeti nomli teatr qatnashchilarga jo'shqin ruh va unutilg'isiz bir kech sundi. Faoliyat söz qilgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidayatullo O'g'izxon, davoyimizda texnik ilgirlab mengayotganligimizni o'zimizga, sabdoshlarimizga, avlodlarimizga ishontirish uchun, shundaqla avlodlarimizga miros qoldirishimiz uchun ularning ruhiga va qalbiga naqsh attirish uchun to'plandik dedi. Çanakkale 18 Mayıs Üniversitesi doktori Hacı Qutlug Xitoy bilan bo'lgan mujodalamizning ustal ustida emas, balki haqiqiy kurash orqali ro'yobga chiqadiganligini yo'ritib berdi. Hacıtepe Üniversitesi doktori Erkin Ekrem Efendi Xitoy kommunistlarının vatanimiz Sharq Turkiston'ni ishg'ol qilishining oldi keyindagi ishlarni tafsili anlattı. Doktor Alimjon Bug'da 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining qurilish sabablari va asosiy qonunlar haqida so'z qildi. Doktor Abdurim Davlat ikki jumhuriyatning bizga nimalarni qoldirib ketganligi haqida, Mahmudjon Domullam amir bo'lishning islomdagi o'rinlarini so'zladi. Jamoat erbobi Abduqodir Yapchan 1000 yillardan beri davomlashib kelgan bir davlatimiz bor. O davlatimizni qurib chiqamiz. Qurib chiqish uchun bir iroda, bir ma'naviy ruh, bir ideyaga tayanishimiz lozim. Yashash uchun ideya lozim emas, ammo bir davlat qurish uchun ideya, ruh va harakatlantirgich kuch, iroda bo'lishi shart, dedi. Faoliyat oxirida bir qism Uyg'ur faoliyatchilar boshchiligida Uyg'ur televiziyasi, Istiqlol televiziyasi va Erkin Osiyo radiosi qatorliq Sharq Turkiston masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan taratqularga mukofot berildi. Erkin Osiyo radiosi xabarida Turkiyadagi yopurg'iliq muhojirlarning oshkorlashicha 2016-yili 5-oyda yopurg'idan Turkiya qarab yo'lga chiqqan tijoratchi İbrahim Qurban Urumchi kelgandan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lgan. Aeroplan bileti elinib bo'lgan İbrahim Qurbanning aeroplan uchishga 2 kun qolganda izdiraksiz g'oyib bo'lishi uning Turkiyadagi do'stlarini andishiga solgan. Ular aloqador kanallar orqali İbrahim Qurbanning yopurg'ida qamoqxonada o'lganligidan 2 yil keyin xabar topgan. Erkin Osiyo radiosi muxbirining yopurg'iga qarta olib borgan telefon ziyoratlari davomida İbrahim Qurbanning qamoqxonada o'lganligi dalillangan. Hamda o'lim uchurining soqchi sohasidagilardan maxfiy tutilganligini so'zlab, yopurg'ida chet elga chiqib kirganlar emas, chet elda tuqqani bolalarning og'ir taqib ostiga ilinganligi va ba'zilarining chet eldagi tuqqanlari bilan telefonda so'zlashganligi uchun lagerga so'langanligi oshkorlangan edi. Aslida yopurg'ining terim yesida bo'lgan va Urumchida Abli So'd sarayida do'kon ochayotgan tijoratchi İbrahim Qurban 2016-yili 4-oyda bir do'sti bilan birlikda Turkiyaga sayohatga kelgan. Türkiye'deki 2 haftalik sayahati jarayonida Türkiye'de ticaret qilishni planlagan İbrahim Qurban shu yili 5-oyda yopurg'idan Turkiyaga 2-chi qatimliq safar boshlab Urumchi kelganda izdiraksiz g'oyib bo'lgan. Uning bu safardan xabar bo'lgan Turkiyadagi do'stlari biletini olgan aeroplanning uchishining oldi keynida ko'p surishti qilgan bo'lsa-mu, hech qanday uchura olmagan. Oradan 2 yil o'tganda uning Turkiyadagi do'stlari İbrahim Qurbanning yopurg'i noyilik jamoat xavfsizlik idorasining muavin boshlig'i Ahmad Ubul tarafidan Urumchida tutilganligi, yopurg'iga akitilib so'roq qilinganligi va qamoqxonada qiyin qistoqdan jon uzganligi haqida uchragan. Ammo İbrahim Qurbanning tutilish sababi haqida ma'lumot bermagan. Saudiya Arabistonda Podshoh Abdullah Bag'dis teatrxonasida sahnalashtirilgan bir teatr jarayonida pichoq bilan hujum qilish voqeasi yuz berib, bir ayol 2 san'atchi yaralangan. Saudiya Arabistonda chiqadigan Okaz gazetining xabariga asoslanganda Riyod soqchilari bayonot e'lon qilib, teatr sahnasida 3 artist pichoq bilan hujum qilgan bir arabning qo'lga ilinganligini uqtirgan. Bu voqeaning Saudiya Arabistondagi ko'ngil etish shayitiga qarshi noroziliklar yuqori pallaga chiqqan bir payt yuz berganligi qayd qilingan. Ko'ngil etish shayitining Saudiya Arabistonda har xil ko'ngil etish faoliyatlarini o'rinlashtirishi, Saudiya Arabistonning qimmat qarashlariga 30 yildan ko'proq vaqt pechatlangan kinoxonalarni ayollarga echib etishi, islom shariati, urf-odat va an'analarga zid bo'lganlik sababidan og'ir tanqidlarga duch kelmoqda edi. Saudiya Arabistonda yaqinqi mezgildan buyon e'lon qilingan bayonotlar orqali ayollarga avtomobil haydash, boshpana ruxsatsizmi o'z oldiga shirkat qurish, Adliya ministerligida ishlash, tantarbiya musobaqalariga qatnashish, ko'rish uchun ommaviy so'rovlarga erkin kirib chiqish qatorliq haq-huquqlar berilgan edi.
Saudiya Arabistonning 2030-yillik nishoni ayollarning savdo sanoat sohasiga qatnashish nisbatini 22% dan 30% ga chiqarishni o'z ichiga oladi ekan. Amerikada 10 yoshlik bir o'smir shishining ichiga solgan maktubini dengizga qo'yib bergan bo'lib, oradan 9 yil o'tgandan keyin maktubga Fransiyadan javob keldi. BBC torining xabarlariga asoslanganda, hozir 19 yoshga kirib qolgan Max Verdenborg ismli bir yosh 2010-yili 10 yosh chig'ida ichiga maktub silingan shishini Amerikaning Boston shahridan dengizga qo'yib bergan. 9 yilda Atlantik okeandan o'tib, Fransiya sohillariga yetib kelgan. Maktubda Max Verdenborg o'zini tafsiliy tunishtirib, yaxshi ko'rgan narsalarni rətlik yezib, dengiz sohillari va olam bo'shligiga hammadan bakrak qiziqadiganligini yozgan. Shundaqla maktubni o'tinib qolay, cho'qim javob yozing deb oxirlashtirgan. 2010-yili avgust oyida yozilgan bu maktub 2019-yili oktyabr oyida Dobus ismli bir kishiga uchirgan va u kishi Max Verdenborgning talabiga binoan maktubga javob xat yozgan. Dobus aynak botilkini oktyabrda uchratganligini, uningga javoban yozgan maktubiga aynak botilkining tepilgan joyining xaritasini va zodi qayerda uchirganligi haqidagi ma'lumotlarni qo'shib yo'llaganligini bildirgan. Hozir 19 yoshli Max Verdenborgmo o'ziga qaytarib yo'llangan asli maktubini Twitter hisobida ham baharlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.